Assalamu alaikum, hürmetli teletomoshabinlar. Efirda Hazırkı Zaman Kahramanları programmasi. Bugün bizde mihmanda Almut şehrining Avezov nahiyasiga qarashliq 1 mikro nahiyasidan 12 mikro nahiyasining bosh yigit Baudinov Abduxelil akamiz. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat. Ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmisiz? Salomat. O'zinglar qanday? Yaxshimi? Tinchaman turamsizlar? Rahmat, tinchlik. Oljaqanglar tinchlikmi? Rahmat, yaxshi. Endi sizga birinchi bo'lib qo'ymoqchi bo'lib o'tag'nim savolim, mushu 25 yillik xizmatingizga qanday keldingiz? Qanday boshlandi bu xizmatingiz? Ham elib berayotgan ishlaringizda qandaydir bir qiyinchiliklar bormi? Bu 25 yillikni men burun ancha yaxshi bilmadim. Nimishki desanglar, mushu men AXBK kombinatida ishlab, начальник ishlab, shu yerda даже vaqtimmi bo'lmadi bizniki. Jutqa qo'yiq arilish tarafidan. Keyinroq mushu o'zimizniki mustaqilligini olgandan keyin kombinatning ishi nacharlashga boshlandi. Shuning bilan haftasiga 2-3 kun ishlab qo'ymiz, qolgan vaqtida bekor. Shu vaqtdan boshlab men qo'yiq aralashadigan bo'ldim jutqa. Shu yerda menga bosh yigit beshi shu 1 mikrorayondan 12 mikrorayoncha bo'lgan bosh yigit beshi Qurbonov Vafaxon akam meni to'g'ri ko'rib, shu 1 mikrorayonga yigit beshlikqa sayladi. Endi o'ylasam, mayaqdan endi o'zimning ishi ancha yaxshi bo'lmagandan keyin bo'pti. Bo'lsam bo'lay, menga xalqning duosi kerak degan o'y bilan shu ularning qo'ygan fikrini chetga qo'ymasdan shunga kelishdim. Ishlab yurdim. Shu 1 mikrorayondagi ayollar bilan tanıştım. Tanışıp shularning hudisidan chiqdim. Bunda aytgan vaqtida. Keyin Vafaxon akam 2015-yili uka men 86 yoshga kirdim. Menga ig'ir kelyapti. Biz mushu Jutniki 12 mikrorayonniki aqsaqallar bilan, yigit boshlar bilan maslahatlashib, sizning bosh yigit beshi bo'lishingizni to'g'ri ko'rdik dedi. Shuningga qanday qaraysiz deb savol berdi. Men dedim, "Yo'q, men bo'lamayman. Mana siz mushu maslahatni ko'rsatib bersingizlar, biz başka işlerini qilaveramiz. Turib bersangiz bizga shunday cho'ng g'animat. Siz bizning hurmatli odamlarimizning biri. Doim biz sizni hurmatlaymiz, izzatlaymiz." Dedim, zodi bo'lmadi bu odam. Mening tan salomatligim shunday nacharlashib ketib bordi. Mening hech bir kuchim qolmadi. U yoq bu yoqqa yuguraydiganga bo'libma, shu jamiyat ishlarida har yerlarda yig'inlar bo'ldi. Shu yerlarga qatnashaydiganga va maqdurim yo'q deb turib oldi. Shundan keyin bo'pti, endi shu sizning shu talabingizni debla kelishyapman. Mayli ishitsam ishlay deb buni kelishdim. Shundan beri mana shu kungacha shu 12 mikrorayonning shu jamoatchilikning hudisidan chiqyapman. Meningdan boshqa yana 6 yigit beshi bor. Har bir 2 mikrorayonga 1 yigit beshi. Ashlar bilan ashlarga yo'l yo'riq ko'rsatib, ashlarning bilmagan yerlarini bildirib, shular bilan shularning amigi bilan o'zimning amigini qo'shib, o'pshi bir ishni ishlayapmiz. Bizning mikrorayon boshqa mikrorayon mahallalarga qaraganda kichkina murakkabroq. Nimishki desanglar, bizning mikrorayonda Uyg'urlar az. Mana her bir mikrorayonda
70 uy bolsa 4 etaşlıq. Aşı öylərinin bir öydə bir 2 Uyğur, bir Uyğur aşına ilqi suyğaşdaki poçaq oxşaş. Anvaşka ularga menip aşlar bilen söhbätlişip nim qıldığanğa bizge yaman təs. Şundaq bolsama biz yani kirip öymü aşı her bir jigit başındaki uçaskısı biraga aşı jigit beşi bilen kirip aşlardan hal sorap qandaq yardım kerek, nime kerek, izat atmay iteveringlar dep aşlar bilen işlevatımız endi. Şularning höydüsünden çıksak boldu. Bizge aşlarning duası bolsa boldu. Ben aşlarga razı. Asasen xalqning duası deysiz o. Xalqning duası mening üçün qimmat. Bunda aytqa vaqtida bor. Şu endi bu yerlerde endi mundaq xalq bir bilen endi jiroq turayotgandan ancha tonimaydi bir-birini. Aşırı kichkina murakkab. Şundaq bolsa tonuşturmiz. Mana uyda bir Uyg'urlar turdi, it palanchi, familiyasi palanchi, kvartirasi mundaq deb tonuşinglar, qo'shni bo'linglar, aralashinglar deyman. Ömlüğü üçün, bağlanış üçün bir-biri bilen xizmat qilib bilan aşlarning beshini jam qilmag'icha o chechilib ketgan bo'lmaydi. Bir-birini tanimasa o qandaq bizning millatimiz uchun. To'g'ri. Bo'lmaydi endi, обязательно bir-birini, biroq bizda spesik bor. Spesik bo'yicha, shu tizim bo'yicha spesik kirganlar 220 aile bugünkü kunda. Bo'libmi yoshlar bor, yoshlar o'ylamaydi, juda qo'shilay deb. Ular keyingini o'ylamaydi. Oldida bo'ldiganlarni o'ylamaydi. Ularni tushunishki bo'ldi. Hozirgi vaqtda mana ish topmoq tez, oila boqmas tez. İşlevatım deganlarga mayli ishlavi demagan vaqtlardima mushu jutga qo'shilsang bo'ladi-ku deb tushuncha beramiz. Gaylar qatnashib qo'ydi andimunda, gaylar yo'q savsimlar nima. Şu Endi özünüz yetip ötüp kettiniz, bayağı özünüzden bölek yani 6-7 kichik jigit başları var. 6. Ulardan bölek aksakallar kengeçleri var mı? Yoki kurulgan başka mellerdikler o'xshash kurulgan hanım kızlar kengeçleri var mı sizlerde? Aksakallar kengeçleri badi 2 yıl burun Abdurshid aka Gayitov degan adam o'zi shu doktor bo'lib ishlagan adam. Keyin pensiyaga chiqib, endi 82 kelib bu dunyodan ketdi. Shu odam bizning mikrorayon 12 mikrorayon bo'yicha oqsoqollarning kengashining raisi edi. Uningdan keyin shu dunyodan ketgan cho'nglar xeyli badi, ular ketdi, u dunyoga ketdi. Hozirgi vaqtda shu Abdurshid akaniki o'g'liga saylaylik desak, endi cho'nglar yo'q. Bizning 12 mikrorayon bo'yicha cho'nglar yo'q. Amashka uni o'zimiz, mana yigit boshlari o'zimiz hududdan chiqyapmiz. Shu oqsoqollar kengashining raisining hududidan biz chiqyapmiz. Endi xonim qizlar kelsa, xonim qizlar bor. Raisi mana shu 12 mikrorayon bo'yicha hanım kızlarının reisi Nasırova Peridem. O kızlarıma özünki her bir mikrorayonda hanım kızlar reisler var. Malumatlarını şu çoğun reiske itip durdu. Xabar qilib turdi. Desak bo'ladi. Ular yaxshi ishlayapti. Shu mikrorayonda
aş hanım kızlar mana çay oynaydı bir-birsini mana nim qilib. Endi hemmisi az miqdarda da endi. Aş çay oynab, aş bir-birsiler bilan nimi murakkab meseleni yişidi ular. Uyg'urlar qo'ymamdan öm yaşaydı bu yerdagilar. Bu yerda yigit boshlari shular yordam qilib, hammani uqtirib, öymöy kirib, tushuntirib, shuning uchun hamma Uyg'urlar öm jamiyatchilikka aralashib, ashta yashaydi. Gezit xonlarga, gezitga mushtir bo'ldi. Shuningda yigit boshlari öymöy kirib, yamg'u qadimasdan etajda bina eg'iz etajlar qanday. Shularga lift bo'lmasimi, qadima, yamg'udimi men yurib, mushtir to'playdi. Uyg'ur ovoziga, Aziya bugun gezitiga. Uyg'urlarning to'y to'killariga, o'lim yetimlarga har xil bir yordam qiladigan jonlar bo'lsa, birinchi shu yigit boshlari ham cho'ng yigit Beshab xil o'zi mangadi, ham hammasiga tushuntiradi, tushuncha beradi. Shu yaxshi, ishlari yaxshi. Uyg'urlar hammasi o'm bu yerdagilar bir-birsiga yordam qilib turadi. Ben Amut Oxrishdan mush birinchi makrayni turma. Yani biz ayollarımız şulağa ya Abdülxelil'e, yigit başlarına yardımcı bulup hem işlere aralışıp durumuz cemiyetçiliğe. Şu işte. Bolup ma şu ölüm jitimlarda mana ayollar ölse, tüyep kesse, joş kırdıgan mesele yaman qiyin. Onunla bildiğin birisi bulmasa hazırki yaşlar bilmeydi o mundaq qandaq kipinni pichib, qandaq onu yugaydi. Ulanıma şu men aşlar uçurdun evitip, вот mana mundaq körünler, ügününler, başka mellak berip mana dostluk məlsik berip, çoğlar ba üyede aşlardan ügününler dep zemnin meseltini berime yana aşlağa. Вот. Endi ulama endi yaxshi munda itqamoqda da yaxshi ishlayapti. Endi aka 5 barmoq hammasi birdek emas qo'y. Məlinin ichida jag'diyi kichkinam tövan oilalar bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin ishsiz yurgan azimatlar bo'lib qolishi mumkin. Mana shularga yordam qilish maqsadida qandaqdir bir jag'daylar qaralganmi sizlar tarafidan? Yigit boshliq tarafidan bo'lsin shu taraf. Bizniki shu Tursunjonda bir oğlunuz badi yetim atanızdan qalğanı kiçik. Hazır o endi 18 yaşında, 20 yaşa geldi. Bıraktı o bala invalid. Onun balsı ba yana, o balsı gayı vaxtlarda işleydi, o gayı vaxtlarda jürdü. Yani aşlağım şu Akçı tarafından yardım kılımız olarak. Bunlar ikisi üçüncü mikrorayonda turdu. Ularga yardım kılmaz bolup ama şu Roza Ramzallarda Akçı tarafından yardım kılmaz. Assalamualaikum. Daka 3. grupa üniversitesi şu ilimizni yo'qlab keldik. Qanday yaxshi turyotamsa, ana İlham akam bilan ko'rish. Mana biz ana seni bir chat qo'yganimiz yo'q. Her yıl yardım qilyapmiz. İnsan bilsa endi şu ana balama ana çoğun buldu. Çıkıp şu balağını yaxşı üstürüp, çıkanlar yaxşı jüganlar, jütka arlaş. Ассаламу алейкум, друзья мои. Вот Ильхам Ака, он каждый год меня я сейчас уразу держу, и каждый год у меня дома продукты, все дома нормально, хорошо. С сыном я не ругаюсь, живем как хорошо. Недавно я в общество инвалидов поступил, Аблайхана и Ташкентская. Там у нас подстрижка бесплатная,
потом тоже сумка продуктов. Недавно я вот в бане побывал. Еще у нас тренажерный зал есть. 6 mikrorayonda yana bir qiz bor, invalid. Onunğa maşında akşam yardım qilib turamiz. Allah olamaz. Selametlik yaxshi mı? Vallahi nerede çan bulatamdı. Yaxshi ko'p. Endi biz yaxshi turyapmiz. Endi nima? Yana buni har yili sizga yordam qilib turamiz. Yani siz invalid 3. gruppa bo'lgandan keyin bu qarsak var yo'q 35 ming. Qanday yiyeceğini bakalım. Şunun için aşıdan qarab jutishchidamiz, maslahat silishib, şu 6 mikrorayonda oldida xasiyatdan bo'lgan anisi. Şu vaqtda birga tug'an vaqtida bu qiz eshitdim bilmagan. Apısning pensiyaga yashab yurgan. Şunun için endi apısga ketib qoldi, yolg'iz qoldi, qizi bilan nevarasi bilan. Bular aşı 35 ming yaman kıymet okullan saldı ki. Bunun kızın ağrıkı paletleri ile polcuyaydısı mümkünlama. Ассаламу алейкум. Я Фарида Дудубаева. Мне 35 лет, я живу в этом микрорайоне. Ну, что я хочу сказать? Я вот здесь уже живу 5-й год, и вот о жути, вот наш джут районский, я могу только сказать только хорошее. Вот, возглавляет наш жут Абдрахман Ака, извините. Тоже немного могу сказать только хорошее. Он внимательный, в общем-то, отзывчивый. Если когда обращаешься, он никогда не отказывает в помощи. Работа жута, она нормально ведется. Когда людям нужна помощь, люди помогают. Они помогают. У нас здесь уйгуров достаточно много, все общительные, дружные. Ну, мне решили помочь. Спасибо. У меня пенсия, у меня инвалидность 3-й группы. Основном başka mikrorayonlarda undaq nachar turdiganlar yo'q. Shukri, Rayso. Shu. Uningga Xudoga shukri, chiqib xalqimiz omon bo'lsa, bo'ladigan narsa, hamma narsa shu. Uningdan boshqa sirt taraflarga yordam qilamiz o'zimizning fondidan. Mana o'tkatgan yerlar bor, mana допустим, mana nima Sumo 15 deydi, bir semiyada o'tkatgan uyaga yordam qildik Aqchi bilan. Mana Kalininda uylar ko'p ketdi, uyaga yordam qildik. Mana Arisda nima bo'ldi, portlash bo'ldi, uyalarga yordam qildik. Subasqon uyoqlar yordam qildik. Jutning nomidan. Jutning nomidan jutqa deb shu fondidan elib yordam qilamiz, biroq sizlardan uyni yig'maymiz deb. Shu fondidan shularning kelishim bilan, shularning roziligi bilan. Albatta. Biz yigit beshi o'zimizla demaymiz uni. Immanna asha turayotgan xalqlarniki roziligi bilan uni bo'lib turyapmiz. Mana og'riq qizlar mana 3-Oqsay bir kichik qiz shunda yurakni perisat qiladigan Indiyadan. Shunga murojaat qilibdi. Ashaning yigit beshiga. Yana shu maslahatlashib har mahallaning yigit boshlari kelib, "Mundaq bo'pti" deb, "O cho'ng yigit beshi Oqsayniki bizga qildi murojaat. Biz bo'ldi davo yordam qilamiz" deb yordam qildik. Indiyaga berib davolanib keldi. Undan keyin mana Durujbida yana bir qiz edi. Shu hozirgi yoshlar bir ilqi odamga til kelmaydigan bir otlarni qo'ydi aytadi. U qizga mana shundaq nima muhtoj bo'pti. Aqchi tarafdan chet mamlakatga davolashga berish kerakdiki. Uningga anda bir konsertni uyushtirib, Durujba mahallesida, Do'stlik mahallesida hozirgi. Ashaga biletlarni taqib, asha tushgan aqchini ashnaga yordam qildik. Mana undan keyin shu o'zimizning mikrorayonda, mana 5-mikrorayonda o'zi shu nimada o'qigan kandidat nauk ayol
Bunu Uyg'urshunos institutida ishlayman dedi. Aldigan maaşım 20 ming deydi. Ben hayran kaldım. Qandaq kandidat nauk 20 ming aldı. Mushundaq balam ağrıvatıdı, rak ağrıq bilen. Özleri onu semeyni общежитие turdu ki 21. Öy 5. mikron 21. uyda turman deb bizga mushu shahar yigit boshlarga murojaat qilgan. Shuning bilan biz maslahatlashib bunu Zarabastikning bir kafe etin qoldim. Ash kafega butkul mushu shaharning yigit boshlari yig'ilib, o'shada biz kim qanchalik chiqadi, qasmali qanchalik yordam shu ayolga shu aqchilarni yig'ilgan aqchilarni tutqizdik. Shundaq bizning ishimiz ana bir chetda qolsak bo'lmaydi. Yordam qilish kerak. Xudoyim saqlasin, o'lim yetimlardan chiqib hammasi hayot bo'lsa biz uchun cho'ng xushallik. Assalomu alaykum. Meni ismim Venera. Men o'sha birinchi mikrorayonda turyapman. 1992 yil ko'chib kelganmiz. Endi ko'chib kelgan burun bizni vapaqnakam bo'lgan, uni qaptiman vapaqnakamdikin Abduxalakam mana qancha yil bo'ldi bizga xizmat qilib kelyotdi. Bu akimizning yordami ko'p bizga hamda aytqandaq aytgan bo'lsak hamda to'y tukumlarda ko'p, nazr shahlarda ko'p помогать qildi. Mandaq mana hozir ro'za kelyotdi, mana har yil ro'za fitrini biz akimizga yig'ib beramiz. Yordam qilgan odamlar bor akimizniki. Ndaq nachar to'g'ri odamlar har qachon yordam qildi. Bu yurtimiz yaxshi yurt, yomon emas. Uyg'ur xalq ko'p yerda, mikrorayonda. Biz ayollardan endi qancha yil bo'ldi biz 2000 yıldan başlap biz çay oynayapmiz. Ayollar ko'p to'g'ri. Biz çay o'ynag'imizga mana qancha yil bo'ldi ayol kishilardan adeni çay. Bizning çayimiz yaxshi, biroq bo'lganda uyda çay o'ynaymiz, undaq nimlar yo'q. Yardımımız ko'p ayol kishimiz. Agarda bir-biridan bo'lsa, ayol kishilar yo'qlab boradigan birinchi o'chirt bizda bor. Bir-birimizni ham hurmatlaymiz, unutmaymiz bir-birimizni. Bir-birimizni beshak kun chiqqan har qachon yugurib boramiz. Shuning uchun malli deb biz hisoblaymiz mallimizni. Endi mushu yoshlar orasida mushu sizning xizmatingizga, sizlarning xizmatlaringizga qiziqib, men ep bansam, men yordam qilib yursam, o'z yordamimni tekkizsam deydigandek yoshlar bormi? Yo'q. Mana gapning bo'larini aytsam, albatta rostmi. Jon ko'yarlar yo'q. Mana bo'lmasa deymiz, mana deyapmanqa 3 yigit beshimiz 80dan 82 keldi. Ashlarniki o'rinni besib qoldigan birisi chiqmaydi. Mana deyman, mushu nijula shu zanglarning uchastkalarida bir balla tepilmayotgandi desam, hech kim unmaydi deydi. Bilmayman, endi gayla o'ylaydigandi bu yigit boshlari mundaqlar deblar. Biroq gayla o'ylaydiganda, oy, o'zimning ishini aran ishlavatsam, buning ishi shundaq nurg'on deb tushundiganlar bor. İşligiz kelmaydi biroqda, jon xo'ratqisi kelmaydi. O'zi mana sizlarga yordam qilay. Mana sizlarniki o'ninglarni men egilay degan mushkungacha hech kim yo'q. Bunun sebep nimede deb o'ylaysiz? Nima uchun bunda hozirgi yoshlar nimada sebep buning to'saliq bo'layotgan? Birinchi shu endi yurtni asnomnim ashular yurtni izlamaydi-ku. Men yurtga qo'shilay, o'limni o'ylab qo'yish kerak deb o'ylaydi. Bir yaxshi kunning yomoni bo'lib qolsa, baribirma men shu yurtga murojaat qilaman. Ama undaq tushunishlar ularda yo'q. Sababi mumkin shu ailelarning ashlarning ota-onasiga bog'liqdir deb o'ylayman-da. Ashlarning quliga qo'yib, bizdan keyin qolsanglar, mana buni yurt bor. Tuqqanlar o'zi bilan, bu yurt bilan hamma narsa bitadigan gap. Amashga mana yurt qo'shil. Buni ishlasangmi, dam olgan vaqtlarda qo'shil. Doim ular merhamet deb turdi. Mana yigit beshimiz palanchi bizning uchastka bo'yicha главный yigit beshi mana Abduxalakam mana qaysini qilsang ular yoqtimaydi nabarot xushal bo'ldi.
deb degan oilalar mumkin yo'qdi. Agar ularga yaxshi shunday maslahatlarni qilgan bo'lsa, agar tushunganlar обязательно qo'shilish kerak. Обязательно yurtlarni izlash kerak. Unda bugungi kunga kelganda yo'q unda. Jonkuyar bolalar, yosh bolalar yo'q. Afsuslanарлық дейсіз ғой. Түсінішілік. Әнде азыр мұны елімізді болатқан қаламқаншылық жағдайларға бағынышлық, мұны вирусқа бағынышлық, қандақта бір жұт ішіде, қандақта бір чар тәдбірлерге, чеклер қойылды ма? O tushunchalar doim endi mana televizorlardan bo'lyotidi, mana uchurlarmi kelyotidi, bizmi yozimiz. Mana shundaq to'plashidan aslida bizniki to'plashadigan yerimiz to'y to'kin nazirchiroq o'limishimda shu yerda endi shu yigit boshlar biz ashuni qaraymiz. Maskasiz kelganlarga shu uydagilarga maska ip qo'yinglar pachkasi bilan bunani kiyinglar maska bilan turish kerak deb ancha yig'maymiz. Mana hozirda vatida kafelar nazarlarni o'tkazsanglar to'rki 30%dan oshiq bo'lmaydi, bo'lmasa ishtirok solamiz. Uylar kelganda biz deymiz mana частный uy, mana itashki uylarda ig'ir nazirchiroq o'tkazmak, ular shu kafelarni arendaga oladi. Shu yerga hammasini yig'ib olmaysizlar. Mana ashlarni deganini qilish kerak. Главный санитарный врач постановление chiqadi, shu постановлениеga beqinish kerak. Bu yuqumliq yomon ağrı, yomon nima apasına, bunga shunda xatarlik beshida hech kim ishonmay turadi. Keyin mana bultu 20-yili mushu pik 2-iyulda başladı. Вот şu vaqtlarda haq tushundi uni. Shundan beri haqlar ana shu maskalarni kiyib qayerga borsin, maskalar bilan yurdi. O tushuntirishlarni biz yaxshi ularga aytyapmiz. O tarafdan bizniki yurtning odamlari tartiblik desam bo'ladi. Yani tekrarlab o'tib ketaylik, vazifamiz shu xalqni rozi qilish. Xalqni rozi qilish. Ashlarni beshini qo'shish, birlashtirish. Doim bo'lsak, Kelajakka qo'yilgan maqsad deysiz ғой. Kelajakdan emas, hozirdan boshlab, o'sha o'tib ketgan vaqtlardan boshlanib, ana bizniki eng muhim yerimiz shu bir bo'lsak, birligimiz shunday yaxshi bo'lsa, ching bo'lsa, bir-birimizni hurmatlab yursak, qanday yaxshi. Endi jut uchun qilayotgan xizmatinglarga endi xalq rozimi? Rozi. Baholayotdi sizlarning xizmatinglarni. Endi mushkamgacha oldimizdagi baş yigit başları bo'lsin, yigit başları bo'lsin, ashlarning adreslariga hozirgi mana bu atgan yigit başları meni to'g'riliq bir mundaq yomon so'zlarni, norozi so'zlarni anglamadim shu vaqtda. Shundayman, shuni shu endi shu yo'q uchun endi deyman, hurmatlaydi deyman. Hammasi tushundi deyman, bizniki qilayotgan emgaklarimizni baholaydi deyman. Rahmat. Endi ekran oldida o'tirgan o'zimizning qari ko'z qarindoshlarimizga yetib ketadigan bir izgu tilaklaringiz, niyatlaringiz bo'lsa, marhamat. Meniki tilaklarimiz mushu xalqimiz salomatlik bo'lib, mushu viruslardan sog' salomat chiqib ketsak, birligimiz zo'r bo'lsa, qanday yaxshidi. Chiqib hammanglarniki oilanglarga salomatlik tilayman. Nimishki desanglar, birinchi salomatlik, qolgan ish salomatlik bo'lmasa qolgan ish bo'lmaydi degan so'z. Ishlaringlar utuq, oilanglarga baxt, yaxshiliklar bo'lsin, yaxshiliklarda ko'rishaylik.
Рахмет. Рахмат, сіз ama бүгін мұшы біздің студиямызға келіп, өзіңіздің тілеклеріңізді еп беріп атқан қызметлеріңіз білен бөлішіп отағыңызға көп рахмет етіміз. Тан саламатлығыңыз мықты болсын. Мұшы оңай емес қызметіне еліп беріш жолда сізге сәбірлік тілейміз. Қышыңызда жүрген ақылырымыз, әділеріміз аман болсын. Келечекте сілердің орныңларını бесіп шыққан yaşla çıkın minnetlik türde çıkın деп ümit kılmam. O deginin hem dürüst düşünüp kala, o aldıraş yok, endi Xudayım amançılık bolsa, işçi küyer, yaşlarımız çıka, bizden izlerimizni besip, biz özümüzdeki şu tecrübemizni aşılağa, ümitimiz bizden şu aşılağa ügütüp, aşılarını oyunumuzga destip koysak, biz için çok bir hoşallık. Sizlerge rahmet. Rahmet, kelginizge rahmet. Rahmet sizge akam. Hürmetli teletomoshabinlar, мұшының bilen bizning programmamiz o'z oxiriga yetdi. Kelesi programmagacha amon bo'laylik.